Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda bizga bir oyat bilan shunday ravishda murojaat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Rabbimiz islom dini bizga berilgan bir bo'lak, eng qimmat bo'laklarning birisi turunda shunday ravishda bildiradi. Mening dinim, mening sizga taqdim etgan shu bo'lagimni qabul etib oling'iz, shunga yopishig'iz deb aytadi. Şu din İslam'a yapışıp, o'zingizni qutqarig'iz. O'zingizning turmushingizni din İslam qissalarında olib borib, ya'ni din İslam ulda bo'lsa bizning turmushimizning tartiblarini tashkil etgan din deb aytsak yolg'iz bo'lmas. Ya'ni din İslam ulda bo'lsa amal g'ibodat bilangina cheklanib tugul. Albatta, amal g'ibodat din İslamning negizi. Ammo lekin turmushingizni din İslam bilan olib borig'iz. Din İslam'a yapışig'iz. Benim sözlerimni unutmuşa turmushingizni olib borig'iz deb aytadi Alloh subhanahu wa ta'ala. Ham alayig'ina cheklanmishi Rabbimiz bizga bu din İslamga jamoat bilan birga yopishga qo'sha. Jamoat bilan. Kichkinagina jamoatimiz ulda bo'lsa bizning oilamiz. Tanda zo'rroq jamoat ulda bo'lsa shahar bo'lsin, mahalla bo'lsin. Tag'inda zo'rroq jamoat ulda bo'lsa biror davlat. Ya'ni o'zingizning bir jamoatingiz bilan bo'lgan vaqtingizda hatto amal g'ibodatlaringizning de bayisi ortib ketadi. Ana jamoat bilan qilingan namozning darajasi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgancha 27 topqir jamoat namozining darajasi ustunroq. Bir o'zing bir yolg'iz o'qigan vaqtingda aning darajasi qatli bo'lmas. Lekin jamoat bilan o'qilgan namoz, masjidda o'qilgan namoz albatta darajasi bo'yicha yuqoriroq. Ammo lekin jamoat bilan o'qilgan namozning o'zining tartiblari da bor. Ayrilib turadigan tartiblari. Masjidga kelgan vaqtda, masjiddagi mu'min musulmonlar orasida bo'lgan vaqtda tegishli adablar, tegishli tartiblarni saqlarga kerakligini biz unutmasqa tegishmiz. Ya'ni jamiyatda bo'lgan vaqtimizda biz tag'in ihtiyoat turgan tegishli tushuncha ulda bo'lsa adab. Adabli bo'lib, turmushimizning tartiblarini kishilarga bir nindi zarar keltirmishi, kishilarga bir nindi ziyon keltirmishi turmushimizni olib boruv. Shu masjidga kelgan vaqtimizda da Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bizga nindi bir kengash beradi. Nindidir oshi, nindidir xush bo'lmagan islar bilan masjidga kelmagiz deydi. Ya'ni masjidga bir oldindan so'g'an ishi, esa sarimsoq ishi, osha turna, shunday tushunchadagi ta'mi oshi bo'lgan, shu ta'mi bilan kishiga biror zarar keltirlik darajada bo'lgan aybirlarni oshab masjidga bormagiz deb aytadi. Bu masala albatta so'g'an bilan sarimsoq bilan cheklanmaydi. O'zimizning ust-boshimizni qarab yurib tegishmiz, shista puxta bo'larga tegishmiz. Şu vaqtda masjidga keldik ise, masjidda endi dunyoviy so'zlarni, dunyoviy ishlarimizni qoldirib turishamiz. Chunki bu vaqtda biz Alloh subhanahu va taolaga amal g'ibodat qilarak kelamiz. Din İslamning negizi bo'lgan, din İslamning ikkinchi bag'anasi bo'lgan namoz degan amal g'ibodatni o'tar uchun Rabbimizga boshimizni, mong'ayimizni sajdaga qo'yib yolvorir uchun kelamiz. Şuna ko'ra da albatta birida masjidga kelgan vaqtlarimizda bu adabni shulay saqlarga tegishmiz. Dunyoviy ishlarimizni, kasadagi telefonlarimizni, boshdagi dunyoviy uylarimizni chiqarib qo'yib, Alloh subhanahu va taolaga yo'nalishga tegishmiz. Amal g'ibodat bilan, duo bilan. Hatto namozimizni o'qib bitirgandan so'ng da jamoat bilan birga duo qilib qo'yamiz. Jamoat bilan qilingan duoning fazilati shulay ustunroq. Belki aramızda birer evliya bulur. Belki aramızda birer muhtaç kişi bulur. Belki aramızda birer duası kabul bularga tegishli kişi bulup, bizning de duamız kabul bulur. Şu vaqtda biz jamoat bilan qilingan duoning ustunligini ko'ramiz. Ham umuman turmushimizga qaragan vaqtda da mu'min musulmon masjiddan tish, amal g'ibodatdan tish ishin ishlaganda, üstündeki vazifalarını o'taganda jamiyatda bo'lganin unutmasqa tegishli. Ishni ishlagan vaqtda shu ishi bilan biror kishiga zarar keltirlik darajada bo'ldi ekan, bu vaqtda mu'min musulmon o'ylanirga tegish.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytkancha, mümin musulmon boshqa mümin musulmonga tili bilan da, qo'li bilan da, bir nindi g'amali bilan da zarar keltirmas deb aytadi. Shunga ko'ra da biz de o'zimizning g'amalimizga, o'zimizning turmushimizga, o'zimizning harakatlarimizga e'tibor etishga tiyishmiz. Biror kishiga zarar keltirlik bo'ldi ekan, biror kishining haqqiga kirlik bo'ldi ekan, ishimiz biz bu ishni qoldirishga tiyishmiz. Biz bu ishdan voz kechishga tiyishmiz. Ham o'zimizni jamiyatda bo'lganimizni unutmayshi, o'zimizning mümin musulmon bo'larak da bir o'rnak bo'lganimizni unutmasga tiyishmiz. Ko'pmi kishilar din islomga qiziqib, din islomga ko'ngillari ochilib ketib de, lekin o'zlarini adabsiz tutgan mümin musulmonlarni ko'rib, islom dinine qarata nafrat tuta boshlaydilar. Shushi tushunchaga sabab bo'ldi ekan, biz shushi jamiyatda bo'lgan vaqtimizdagi adablarni, jamiyatda bo'lgan tartiblarimizni tutmagan bo'lib sanalırmiz. Alloh taolaning oshig'ini da tushirgan mumkin biz. Shunga ko'ra albatta mümin musulmon turmushini olib borgan vaqtda qoidagina bo'lmasin. Ishdami, masjiddami, kibitdami, yeyse g'ummin uramda borami, mümin musulmon bir qachonda unutmas. Mümin musulmon ulda bo'lsa, turmushin xayrli ravishda, jamiyatda bo'lgan vaqtda da xayrli ravishda olib boruvchi, yolg'izin qolgan vaqtda da xayrli ravishda olib boruvchi. Mümin musulmon Rabbisining qarshida bo'lganini bir qachonda unutmagan zot. Shunga ko'ra yolg'izin qoldingmi sen, jamiyat orasindami? Allah subhanahu taolaning qonunlarin, Rabbimiz ham Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem belgilagan adablarni, belgilagan qissalarni unutmayshi turmushimizni olib borga tegish bo'lamiz. Shul vaqtda Allah subhanahu taolo bizga bir va'da beradi. Xayrli turmush. Rabbimizni esda tutib, Rabbimizga ko'nglimizda muhabbat tutib, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemning turmush yo'lidagi sunnatin öğrenib, şunu turmushimizda qo'llansak, bizga bu fani dunyodan so'ng, bu vaqtli dunyoni qoldirgandan so'ng mangilik baxt ham mangilik salomatlik. Kimga erishadigan-da naq mana shu qoidalarni tutib, naq mana adab tushunchasini unutmagan zotlar uchun Rabbimiz bu tushunchalarni va'da etdi. Endi bilabizki, Alloh subhanahu taolo o'zining va'dasida turuvchi. Rabbimiz hammamizga da xayrli, barakatli turmushlar olib borgan nasib etsin. O'zimizni jamiyatda ekanimizni unutmayshi, jamiyatda xayrli ravishda turmush olib borib, Rabbimizning rizolig'iga erishishga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.